Tajigül, Şinjan Tajilan Soda Çeklik şirketining qurg'uvchisi, Tajilan markasındagi 10 xil mahsulotning bevosita ishtirokchisi. Men 2010-yili Şinjan Daşösining ma'muriy boshqarish kasbini to'liq kurs bo'yicha bitirib, shu yili ma'muriy boshqarish kasbida aspirantlikqa imtihonsiz qabul qilindi. 2013-yili ma'muriy boshqarish kasbi bo'yicha aspirantlikni tamomlash bilan birga qonun kasbida to'liq kursni tamomladim va qonun kasbi imtihonidan o'tdim. Ammo qalbimdagi sodiq bo'lgan ishtiyoq meni yanama tirishishga, yangi natijalarni qo'lga keltirishga undab turadi. Shunday qilib, izchil a'lo natija bilan o'qib tamomlagan kasbim va yuqori maoshli advokatlik xizmatimdan voz kechib, 2019-yili Unidar sodisi bilan egalik tiklash safariga otlandim. 4 yil Unidar sodisi qilish jarayonida talay mushaqqat va talay musobalarni besib o'tdim. Bu jarayonda o'zimni tavlab, oz bo'lmagan tajribalarni to'pladim. 2023-yilning yil beshida Şinjan Tajilan Soda Çeklik şirketini qurib, go'zal yoshligimning yangi bir pardasini ochdim. Hayotda qancha pishdim desakmi, ketib berib yana bir qozonlarda qaynab boqadi ekanmiz. Mening bu egalik tiklash jarayonimmi intayin jafoliq bo'ldi. Ba'zilar madad bersa, ba'zilar mazoq qildi. Lekin men atrofimizdagi o'z orzusi uchun tirishayotgan boshqa egalik tiklaganlarga o'xshash jafoga chidab, oldimga qarab ilgirlashni o'zimning bosh nishoni qildim. Men oddiy oiladan chiqqan, oddiy yashagan ayol. Ammo oddiy odam bo'lib yashashni xohlamaganligim uchun o'z kuchimga tayanib, Şinjan Tajilan Soda Çeklik şirketini qurdim. Mening bunday qilishim oilamizning kelgusi uchun. Shundaqla, o'moq 2 farzandimni texmi yaxshi sharoitda tarbiyalash uchundir. Men intayin jahil bir ayol. Bilmaganni o'rganishni, bilimimni yangilashni, o'z orzuyimda chang turib, olg'a ilgirlashni o'zimning hayotlik nishoni qilgan bir ayol. Men mushu jahilligim sababidan nurg'un narsalarni o'rgandim. Oilam tilga ilinsa, men yo'ldishimga bo'lgan qoyilligimni so'zlamay turolmayman. Yo'ldishim davlatimizning poytaxti bo'lgan Beyjingdagi Beijing pedagogika daşösining fizika kasbida doktorlikni tamomlab, bugungi kunda markaziy shahar Şinjan Moliya iqtisod daşösida o'qituvchilik xizmati bilan shug'ullanayotgan bo'lib, u meni har qaysi jihatlardan qo'llab keldi. Oila uchun o'zini atab, o'moq 2 bolamizning sog'lom o'sib yetilishiga asos soldi. Yo'ldishim va bolalarim izchil mening tirishishimdagi harakatlantirgich kuch bo'lib keldi. Men oilada yo'ldishimga yaqin hamroh, bolalarimga talabchan kuyim bor ona. Cho'nglar oldida men mas'uliyatchan kelin va farzand. Qisqasi, men aldirashligimni bahona qilib, o'zimning mas'uliyatini va burchini unutib qolmaydigan ayol. Sağlamlıq mahsulotlarimni rayonimiz Şinjanning havo klimati va kishilarning badan alohidligi bo'yicha tadqiq qilib, Şinjanda ishlab chiqarg'achqa sifat va unum jihatda kishilarga yoqdi deb qarayman. Xaridorlarimdan kelgan inkoslar va takror iste'mollar Tajilan mahsulotlarining sifatidan, unumidan derak berib, g'ayratimga g'ayrat qo'shib keladi. Mushu minutlarda men Tajilanning gullanishi uchun kuch chiqargan yaqinlarim va joy-joylardagi xaridorlarimga alohida rahmat aytaman. Chin yuragimdan minnatdorligimni bildiraman. Ishonamanki, butun zehnim bilan berilib, muhabbatimni singdirgan Tajilan mahsulotlarim avomga yoqqisi. Ismi dillarga, umri yillardan yillarga ulashqisi.